bilan linzalarga oid tajribani ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi oddiy menzurka, suv va rasmlar kerak bo'ladi. Oddiy menzurka ichi bo'sh holatda turganda, ya'ni ichida havoni o'zi bo'lganda tasvir to'g'ridan to'g'ri ko'rinaveradi. Agar menzurkaning ichiga suv to'ldiradigan bo'lsak, suv to'ldirilgan yumaloq menzurka qavariq linzaga aylanib qoladi. Qavariq linzada esa tasvirlar o'ng va chap tomoni almashgan holatda bo'lib qoladi. Demak, ko'radigan bo'lsak, har bir rasmda o'ng va chap tomonlari almashgan holatda bo'lib qolyapti. Strelkalarga ahamiyat beramiz. Ular tasvirlari almashib qolyapti. Eynshteynga ham orqa fondagi havorang va qizil tomonlari almashgan holatda bo'lib qolyapti. Videoni yo'qotib qo'ymaslik va yanada yangi tajribalarni ko'rish uchun podpisatsiya bo'lib qo'yamiz.